Quladi, qarang, quladi. Voy bu, maşallah, maşallah. Har doimgi savol beryapsizlar-ku, qishda nima yopasizlar? Mana tug'ildi, mana. Hech narsa yo'q, ko'ryapsizlar? Mana. Mana orqasi va shu reshotka bo'yicha yotibdi. Orqasida yopiq emas, tash qo'yilib turibdi. Mana qorlar erib yotibdi. Bu tomon mana setka bo'yicha turibdi. Hali klyonka yopganimiz yo'q. Shunaqa. Mana yana bitta shalpan quloq tug'ildi. Yaxshi onasiga mehribonlik qilib qurityapti, xudo xolisa. Hozir mana chiqdi. Ulgurolmay qoldim tortib olishlarini. Bizda o'zi asosan tug'uruqqa aralashmaymiz. Po'st qo'zi kattaroqligi uchun bolalarga shunday tortib yordam berib yuboringlar dedim-da. Bo'lmasa hozir qo'y bir 15-20 minut inqillab juda qiynaladi-da. Shuni yordam berib yuborilsa bir qo'yga ham bir oson yengillik bo'ladi-da.